أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihson va inoyati bilan at-tafsir muyassar o'zini darsimizni davom qilgan bo'lib, Nahl surasi 88-oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu yerning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kıskısı Uyguruş tercümesi. Kafir bolğanlarga we kişilerni Allah'ın yoludan, yani dininden tosqanlarga ularning qilgan bozgunçuklары üçün azap üstüge azap qoşup ziyade azap qilamiz. Şu kunda biz her bir ummatga ularning ichidan ularga qarshi guvohlik berilgan bir shahid, yani payg'ambar keltiramiz.
va shu kunda biz seni ularga, ya'ni ummatingga shohid qilib keltiramiz. Sana biz kitapni, yani Kur'an'ni, hamma narsani, yani kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, bandalarga rahmat, musulmonlarga manguliq saodat bilan xushxabar yetkazadigan qilib nozil qildik. Alloh haqiqatan kishilar orasida odil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrbolarga sil rahim qilishga buyuruydi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Alloh sizlarga pand nasihat qiladi. Sizlar ahdi tuzishguninglarda Allohning ahdiga vafo qilinglar. Qasminglarni Allohning nomini tilga ilib puxtilgandan keyin buzmanglar. Chunki sizlar Allohni guvohchi qildinglar. Shubhisizki Alloh qilmishinglarni bilib turadi. Sizlar pishiq egirgan yepni shu parcha-parcha qilayotgan xotindek bo'lmanglar. Bir jamoa son va mol-mulk jihatda yana bir jamoatdan ko'p bo'lganlik uchun qasminglarni aldamchilikning vosita qilib olasizlar. Ya'ni o'zaro yordamlashish ustida bir jamoa bilan ittifoq tuzishgandan keyin soni pul meli ko'proq yana bir jamoani ko'ribla ilgirki jamoa bilan tuzishgan ahdini buzib keyingi jamoa bilan ahdi tuzsizlar. Alloh sizlarni haqiqatan buning, ya'ni va'daga vafo qilish amri bilan sinaydi. Sizlar datalash qilishgan haq nahni qiyomat kuni sizlarga chuqum aniq ayirib beradi. Mubodo Alloh xohlagan bo'lsaydi, sizlarni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Lekin Allohning hikmati ularni o'z ixtiyoriga qo'yib taqozo qildi. Alloh xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Qiyomat kuni bütün qilmishinglar ustida so'roq qilinsizlar. Xo'sh, الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين جحدوا وحدانية الله ونبوتك أيها الرسول وكذبوك ومنعوا غيرهم عن الإيمان بالله ورسوله زدناهم عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق وهذا بسبب تعمدهم الإفساد وإضلال العباد بالكفر والمعصية. Allah'ın birlik barlığı cihotlıqan bu cihotla ve seninki ey Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamberliğinge cihotlık kığalla, tanğalla, bunu naşükürlük kığalla ve seni yalğan çıkırıp inkar kıyğalla ve özürdüm başkalarını Allah'ın Resulü'ne iman keltirişini tosqalla. Bularning o'ziga biz azap üstüge azap ne? Ularning küpürlüğü banaen. Azap üstüge azapını ziyade kılımız ve azapını ziyade kılımız ularning insanlarning jo haqqı egiştin tosqallık qarta azapın üstüge azapını yüklep, eğirleştirip ziyade kılımız. Bu ularninki qasddan qillik sabablanan buzuqchilikni va bandalarni ozdurishnicho qasddan qilgan sabab bilan azob ustiga azob ziyoda qilamiz va bilan kufrlan va gunoy ma'siyatlan bandalarni qasddan ozdirib buzg'unchilikni maqsad qillik sabab bilan kufr ustiga kufrni oshiramiz va ziyoda qilamiz.
واذكر أيها الرسول حين نبعث يوم القيامة في كل أمة من الأمم شهيدا عليهم وهو الرسول الذي بعثه الله إليهم من أنفسهم وبلسانهم وجئنا بك أيها الرسول شهيدا على أمتك وقد نزلنا عليك القرآن توضيحا لكل أمر يحتاج إلى بيان كأحكام الحلال والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك وليكون هداية من الضلال ورحمة لمن صدق وعمل به وبشارة طيبة للمؤمنين بحسن مصيرهم. Ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hatırlayın, esligin. Biz kıyamet günü de her ümmetke, ümmetle içidim bulan her bir ümmetke ularının karşısı ço bir guva çıkıp evetimiz. U guva çosumu Allah ulağı aşlarının içidin, aşlarının tillen, evetken peygamberin ibaret. Bu kullarını esligin. Ve ey Peygamber Aleyhisselam seni hem bizce senin ummutinge guvaç kılımız biz. Guvaç kılıp kelimiz. Çokum biz sana Kur'an-ı Kerim'ni yemige Kur'an-ı Kerim'ni düşadık. Onunla bayan kılışka ihtiyacı olan nesinin her kandakını bir röşelleştirip etsin için. Mesela halal haram hükümleri okşaş, savap ve ceza hükümleri okşaş ve onundan başka bayanatlar okşaş. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de sana ne olsun gumrahlıktan bir hidayet. Otan bu gayb bu Kur'an-ı Kerim hidayet olsun. Yani ezip gitip kalmasın hidayetin bir zalaldan hidayet olsun için. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i tasdiqlab onunla faal turda amel qilganlarga rahmat olsun için. Ve müminlarga hoş bisharat olsun için. Ularninki aqibatininki naiti yaxshi bo'lganligiga. إن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده في هذا القرآن بالعدل والإنصاف في حقه بتوحيده وعدم الإشراك به وفي حق عباده بإعطاء كل ذي حق حقه ويأمر بالإحسان في حقه بعبادته وأداء فرائضه على الوجه المشروع وإلى الخلق في الأقوال والأفعال ويأمر بإعطاء ذوي القرابة ما به صلتهم وبرهم وينهى عن كل ما قبح قولا أو عملا وعما ينكره الشرع ولا يرضاه من الكفر والمعاصي وعن ظلم الناس والتعدي عليهم والله بهذا الأمر وهذا النهي يعيدكم ويذكركم العواقب لكي تتذكروا أوامر الله وتنتفعوا بها. Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala bendilerini bu Kur'an-ı Kerim'de çok adalet buluş buyuruydu. Ve insaf buluş buyuruydu. Ve yüzü hakkında yüzünü çok bir de itikat kılış buyuruydu ve şirk keltmemeslik. Bendilerinin çok hakkı hakkında buyuruydu. Her bir hak egisinki öz hakkını tuluk birişke. Bunu buyuruydu. İhsan buyuruydu. O bende hakkındaki özünki mesela o bendenin ki ibadet bilen farzlarını naiti mükemmel revişte ada kılışlan ihsan buyuruyordu naiti ihsan bunu bundan burun depettik ihsan hadis şerif kelgendek mesela bir sahabe Cibril Aleyhisselam Dihyetil Kelb degan bir sahabının sürtü kelgan bulup, bunun da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan İslam nima,
iymon degan nima, ihson degan nima, qiyomatning alomati nima deb buni o'rganib olish emas, boshqa atrofdagi sahoba ikromlarga o'rgatib qo'yish maqsadida so'raydi. So'raganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hammasiga javob berib, ihson kelganda an ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak deb javob bergan. Allohni xuddi ko'rgandek nima qilsan, ibodat qilsan. Eğer sen o Allah'ını sen görmesen Allah seni körüdü degandek. İhsan mana shu. Va qanday qiladi? Ihson buyuruydi. O'zinki ibodat qilishida o Alloh qonunki farz buyruqlarini bejonidil, to'g'ri bir shaklda, mukammal vajida ado qilishlar. Mahluqotlarga yana nihoyatda yaxshi ihson yaxshi qilish buni buyuruydi. Mayli so'zlarda olsun, mayli qilmish harakatlarda olsun. Va buyuruydi, har qandaq yaqin urug' tuqqanlarga va tegishlik bir haqqini, bir qarindoshlik, tuqqanchilik bir rishtasini berishni buning buyuruydi. Ki buyuruydi, mana zil qurboq birishlan bir narsaki o'nglandir, u yaqin urug' tuqqanlarning rishtasi va bağlanış noktası var ve bulağa yaxşı kılış olan nersin üzünüçü muşun buyuruydu. Ve tosudu söz cihette ya ki ameli hareket cihetteki set yakınsız ahkam-ı şer'iye zıt uygun bulmagan her kandak nersin üzün tosudu. Ve şeriat İslamiye inkar kılan nersin üzün tosudu. Ve tosudu u Allah küfür ma'siyatin ibaret radyo olmaydigan har qanday narsani o'zini to'sidi. İnsanlarga zulm qilishdan, insonlarga tajovuz qilib, haqqini ustun qilib, monopol qilishdan bundan to'sidi. Alloh subhanahu va taolo bu xildagi buyruq va bu xildagi cheklimlar bilan sizlarga pand nasihat qiladi. Va sizlarni keyingi oqibat buningdan xotirlatadi va sizlarga bu xotirlatadi va bu keyingi oqibatni sizlarga eslatadi. Nima uchun Allohning buyruqlarini eslasinglar uchun va bu buyruqlar bilan foydalanishinglar uchun. والتزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم بينكم وبين الله تعالى أو بينكم وبين الناس فيما لا يخالف كتاب الله وسنة نبيه ولا ترجعوا في الأيمان بعد أن أكدتموها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وضامنا حين عاهدتموه إن الله يعلم ما تفعلونه وسيجزيكم عليه. Har qanday ahdi payman, ahdi misaqlarınızga to'liq vafo qilishga astoydil bo'linglar. Ki uni o'zinglarga sizlar uni bekitgan tinglar ola. O'zinglar bekitgan tinglar. O'zinglar bilan Alloh arzu olsun yoki o'zinglar bilan boshqa qarindosh insonlar arzu olsun bu tuzishgan va'da qilishgan ahdi misaqlarga to'liq ado qilinglar va uni astoydil lozim tutinglar. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetiga zid kelib qolmagan sharoit ostida sizlar uni o'zinglar puxta alohida qasamyod bilan manda qilgan bu qasaminglardan yenivamanglar. Chuqur Allohni sizlar nima qildinglar? Ahdi qanchaqda kepil, vakil va uning uchun nima qildinglar? Zamin qildinglar. Chuqur Allah sizlar narsani bilib turdi va u Allah sizlarga u qilg'inlar qarta jazo berdi. ولا ترجعوا في أحودكم فيكون مثلكم مثل امرأة غزلت غزلا وأحكمته ثم نقضته
تجعلون أيمانكم التي حلفتموها عند التعاهد خديعة لمن عاهدتموه وتنقضون عهدكم إذا وجدتم جماعة أكثر مالا ومنفعة من الذين عاهدتموهم إنما يختبركم الله بما أمركم به من الوفاء بالعهود وما نهاكم عنه من نقضها وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من الإيمان بالله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. Sizlarning bu ahdi misaqingdan yenib olmanglar. U vaqtda agar yenib qilib yenib olsanglar, bo'ladi sizlarning o'qishinglar. Sizlar kimga o'xshab qolsizlar? U vaqtda bir ayolga o'xshab qolsizlarki, bir yipni bir yipni egirib, uni puxta uyurib, orqadan o'zi egirgan bu yipning o'zini o'zi buzayotgan bu saran xotinga o'xshashib qolasizlar. Bunday qilmanglar. U vaqtda sizlar qilgan ishgan qasamlaringlarning o'zini mush ahd qilgan chog'da sizlar ahd qilgan odamni bir aldash vosita qilgan bo'lib qolasizlar. Va sizlarning bu ahdi misoqlarni buzgan bo'lsizlar. Qachon bir jamoatla ittifoqlashib bo'lgan bo'lib, qasaminglarni, ahdi paymonlarni buzsanglar, yeni bir jamoatning o'zini topsanglarki, u sizga pul mol jihatda, maqom, mansab, o'rindiq jihatda sal yuqoriroqkan, yuz obro'liroqkan deb buni qo'yib, yeni bir jamoatniki ko'proq mol jihatda va manfaat jihatda. Sizlar bundan burun ahd qilgan jamoatdan bu ko'proqkan, yuz obro'liroqkan, sal bir foydalanish bo'lganroqkan. Bundaq sharoit ostida bu avval qismni qo'yib, ikkinchi yuzlanib bundaq ahdlarni buzg'unchi olmanglar. Agar buzib qo'yib qolsanglar, sizlar shundoq adashib qolgan, kallasini ilishib qolgan, yaliqi jipni o'zi egirib, u jipni buzgan bu ayolga o'xshab qolasizlar. Cho'qim sinaydi sizlarni Alloh subhanahu va taolo bu ahdiga vafo qilishdan iborat buyurgan narsalar sizlarni sinaydi. Va ini u ahdini buzishdan iborat chekilgan narsalar. O bir narsalarni sinaydiki, chekildi Alloh sizlarni u narsadan. U nimadanti? U ahdlarni buzishdanti. Bu narsalarni sinaydi. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَنُبُوَّةِ محمد صلى الله عليه وسلم. Elbette وَلَيُبَيِّنَنَّ lam ta'kid va nun ta'kid var bu yerda. Albatta bayon qilib turdi. U chuqlashtirib turdi. U Alloh sizlarga qiyomat kunida sizlar dunyoda Alloh iymon keltirishni iborat. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirishni iborat dunyoda sizlar bu talash tortish qilgan mushu narsalarning o'zini qiyomat kunida, mana bu kunda Alloh sizlarga uni ochiqlashtirib, onun haberini berdi. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَوَفَّقَكُمْ كُلَّكُمْ فَجَعَلَكُمْ عَلَى مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَأَلْزَمَكُمْ بِهِ وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ مِمَّنْ عَلِمَ مِنْهُ إِيثَارَ الضَّلَالِ فَلَا يَهْدِيهِ عَدْلًا مِنْهُ ويهدي من يشاء ممن علم منه إيثار الحق فيوفقه فضلا منه وليسألنكم الله جميعا يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا فيما أمركم به ونهاكم عنه وسيجازيكم على ذلك. Eğer Allah halis edi, lekin Allah bunu halis edi, sizlarning hammanglarni bir millat, yani bir
islom, bir aqida ustida qolgan bo'ladi. Yani bir millat ustida qolgan bo'ladi. Bir millat nimati? Yani islom va iymon. Yani hammanglarni birla qilinglar mo'min musulmon qilgan bo'ladi. Va uni sizlar, uni uchun Alloh subhanahu va taolo uni sizlarga bekitgan bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo xohlagan kishini uning uchun ozdirdi. Bir kişininki bilgenti Allah subhanahu wa ta'ala o kişiden ay gumrahni ixtiyor kılıp gumrahni dalalni afdal bilgen kişini bilgenlik kişine isarkan kişiden Allah bilgeçke onu şu yüzünki şu gumrahni tallığına karta Allah, Allah öz fazla rahmetinden öz adil boğaç onu için herkes doğru yolga başlap koymaydı. Çünkü özün tallışı bu gumrahın tallıgan boğaçka. Ve yahdi men yeşâ'u mimmen alime minhu isârel hak. Ve halıgan kişinço doğru yolga başlap koydu Allah subhanahu teala. O kimden o kişi bir kişiden ki bilgen Allah subhanahu teala bu kişiden Ahni üstün biladigan, ahni çare biladigan, ahni qadrlaydigan, ahni afzal biladigan mushunda kishidin masalan xohlagan kishinichu Alloh subhanahu va taolo o to'g'ri yo'lga boshlaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmi azaliy va ilmi abadiy bilan insonlardan mushunda haqni yaqlaydigan, haqqoniy parvar, haqqoniyatchi, haqqı barlığını özün pida qıladigan mushundoq kishilarni bilgan bo'lg'ach shu kishining qatoridan Alloh subhanahu taolo xohlagan odamni to'g'ri yo'lga hidoyatga boshlaydi. Uni o'zining fazl marhamatidan uni haqqa udulashtirib qo'ydi. Elbette so'raydi sizlardan Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni umuman sizlar dunyoda qilgan butkul ish harakatlaringlardan Cenab-ı Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni ining buyurgan va uni sizlardan unadan tosgan barliq ish kuchlaringlarning hammasidan sizlar qarshilaridan Allah bir hisob oladi. Va sizlar uchun uning qarta yaxshiga yaxshi va yomonga yomon jazo va mukofot yurgizdi. Xo'sh, oyat karimda hamda va itaizil qurba va yanha anil fahsha'i val munkar. Buningda xos zikr qilindi omdinkin. Itaizil qurba bu yaqin urug' tuqqanlarga berish. Bu itaizil qurba bu ihson hamni o'z chiqib ketadi. Al adl val ihson innalloha ya'muru bil adl val ihson va itaizil qurba deganda bu zil qurba berish. Yaqin urug' tuqqanlarga berilgan narsa hargiz vafosizlik vermeymizda. Yomon narsa berilish yo'q. Foydali narsani beramiz. Ularga masalan dunyo oxiratda ularni uchun baxt saodatga erishtiradigan, qilolmaganni qilish beradigan, aytolmaganni aytish beradigan, bilmaganni bildirib qo'yadigan, mana shu o'xshash. Buning o'zi demak nima bu? Ihson bo'lmasa. Ammo bu yerda bu ihsondan keyin va itaizil qurba. Bu ihsonning ichida bo'lmasa itaizil qurba. Buni keltirishi bu xosni zikr qilindi. Omdan keyin. Nima uchun deganda bunda ehtimom bisha deb qo'ydi. Bu zil qurbaga birishninki. Ya'ni bu urug' tuqqanlarniki holiga xabar elib, ularning ahvolidan masalan nima har doim o'zining g'am qayg'usak, ularning g'aminimi yegal yeyish masalan bu zil qurbaga yaqin urug' tuqqanlar uchun ihson qilishning, ular sil rahm qilishning naqadar muhimligini buningga muhimligining jahtidan bu yerda bu xosni omdan keyin tilg'ilish uchun buni ehtimom bisha deyildi. İhsan am, itaizli qurba xos. Bunda ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها deydi. Bu buna teşbih, temsil var. Teşbih, temsil cık deyilip gitti. Burada vecih şebeh
متعدد o'xshashningki mushabbahni mushabbahga mushabbah biha o'xshashning vajisi bir emas. O'xshashning vajisi bir emas, balkim o vaji shabah bir necha bo'lgan. Muşunun onundan vacih şebeh bir net suretin muntaza bo'lgan bo'lsa, biz onun deydik teşbih temsiliye deydik. Bu ayette وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ. Buna şu teşbih temsili var. Mufassirlerin deyişçe Mekke'de bir adışıp kalgan, müşünnah bir ahmak bir ayal varken de bu ayal yüzü jipni igirriken. Yigirib, onu nim qilib, to'qib, bundoqcha aytganda, patlik qilib. Andan keyin uni endi yuz buzvar ekan. İnsanlar deydi ekanda, o ayolning o turg'i qarab, "Ma ahmaqa hazi" deb. Nima abdallashtiryapti bu ayolni? Nima shundoq sarang qilib qo'ydi? Nima ahmaq qilib qo'ydi bu ayolni? Qarab baqinglar buni olib. Yuzi buni egiryotidi, yuzi buni buzyotidi degandek. Şuna bir ayal bakenlikte şununla nima qilyotidi ahd paymonlarini buzganlarning o'zini ahd qilib keyin undan yeni olganlarning o'zi mushu abdal ayolga tashbih qilyotidi. Xo'sh, enandan boshqa e, e, dahalan deganlikning o'zi nima degani dahalan degan nima hadia va makr degan bo'ldi. Dahalan. Yani onu bir aldamçılık vasıtası ve hilmikir vasıtası degandek. Ummetun hiye arba min ummeh. Arba yani ekser. Ekser malen ve menfaaten. Pul malcatı köparak degandek. Xo'sh, darsimizin davomı keyingi saat bo'ladi. Va axiru davana elhamdulillahi robbil alamin.